Songi bor yoxud kechir 2118 qism oldindan ko'rish qismida, menimcha, voqea birdaniga katta portlash bilan boshlanmaydi. Aksincha, hammasi juda og'ir bir kayfiyat bilan ochiladi. Go'yo hamma narsa qulab tushgan, lekin hali hech kim buni oxirigacha aytishga jur'at qilmayotgandek. Nazokat Moskvada qo'lga olindi. Sodiq pulidan ham, ishonchidan ham ayrildi. Botir bilan Feruza esa endi bu ishni oddiy sevgi firibgarligi emas, ancha chuqurroq bir sirga aylantiradigan ismlarga o'xshay boshladi. Eng qo'rqinchlisi shuki, Nazokat kabi odam burchakka siqib qo'yilsa, u yolg'iz yiqilishni xohlamaydi. Pul yo'q, hisob raqamlari bloklangan, politsiya allaqachon qarshisida turibdi. Lekin uning qo'lida hali ham sirlar bor. Ba'zan esa sir puldan ham xavfliroq bo'ladi. Agar Nazokat Botirning ismini ayta boshlasa, hammasi juda tez boshqa tomonga burilib ketadi. Menda shunday hissiyot bor, Botir endi chetda turgan odamdek ko'rinib qololmaydi. Avvallari u ayyorroq, qorong'i joylarda yurgan, lekin hali butunlay o'rtaga tortilmagan odamga o'xshardi. Ammo agar politsiya Nazokatning ko'rsatmasi ortidan yurib, Botir pul qayerga ketganini bilganini, uning qochish yo'lini tayyorlashga yordam berganini aniqlasa, unda u juda xavfli halqaga aylanadi. Sodiq uchun bu zarba faqat mol-mulk yo'qotish bilan tugamaydi. Bundan ham og'irrog'i, u o'zini juda chuqur aldanganini tushunadi. Hamma narsani nazorat qila olaman deb o'ylagan. O'zini yetarlicha tajribali, kuchli va aqlli sanagan erkak. Oxirida aynan o'zining zaif joyidan yetaklab ketilgan bo'lib chiqadi. Rostini aytsam, bunday jarohat odamni gazabdan ko'ra ko'proq uyaltiradi. Men Sodiq Botirning ismini eshitgan lahzani juda og'ir tasavvur qilaman. U balki darrov baqirmas. Balki bir necha soniya jim qoladi. Bu o'ziga yetgan pichoq faqat bir tomondan kelmaganini anglagan odamning sukunati bo'ladi. Nazokat pichoqni yuziga tutgan odam bo'lsa, uning ortida yana boshqa qo'llar ham bu zarbaga kuch bergan bo'lishi mumkin. Keyin esa Feruza bor. Menimcha, voqeani eng kuchli burib yuborishi mumkin bo'lgan ism aynan shu. U yo'qolib qoldi, telefoniga javob bermayapti. Hamma narsa yorilib ketgan paytda ko'rinmayapti. Bunday nozik paytda g'oyib bo'lgan obraz odatda shunchaki qo'rqqani uchun yashirinmaydi. Balki Feruzaning qo'lida nimadir bordir. Xabarlar, uy-mashina hujjatlari, mol-mulk o'tkazish haqidagi va'dalar yoki Nazokat bilan Botirni xavotirga soladigan biror audioyozuv. Feruzaning onasi ham juda ko'p bosh joy qoldiryapti. U gapni aylantiradi, chetlab o'tadi, bir eslaydi, bir unutadi, lekin qanchalik tushuntirishga urinsa, hikoya shunchalik chalkashib boradi. Menimcha, tergovchi uni biroz ko'proq siqsa, u qizi yashirishga uringan gapni o'zi bilmay aytib qo'yishi mumkin. Ba'zi yolg'onlar qo'lga tushgani uchun emas, uni aytayotgan odam yetarlicha xotirjam bo'lolmagani uchun qulaydi. Agar keyingi qismda Nazokat bilan Sodiq yuzma-yuz kelsa, bu juda kutishga arzigulik sahna bo'ladi. Menimcha, u darrov yiglab, rahm so'rab qolmaydi. Nazokat kabi ayol yutqazgan bo'lsa ham, hech bo'lmasa sozda ustun qolishni xohlaydi. U Sodiqning ko'ziga tik qarab, uni pul yo'qotishdan ham qattiqroq og'ritadigan gap aytishi mumkin. Sizni men juda aqlli bo'lganim uchun aldamadim. Siz aldanishni xohlaganingiz uchun aldandingiz. Agar shu gap aytilsa, u Sodiqni ichidan yechib tashlaydi. Chunki ba'zan odamlar tajribasiz bo'lgani uchun aldanmaydi. Ular ichida bosh joy borligi uchun aldanadi. Nazokat faqat o'sha bosh joyga kirib bordi. U eshitishni xohlagan gaplarni aytdi. Unga hali ham kerakli.
hali ham havas qilinadigan erkakdek his qildirdi. Va tuzoq ozozidan ochildi, lekin men Sodiqni ham butunlay pokiza jabrlanuvchi sifatida ko'rishni xohlamayman. Uning ham korkorona ishonishida xatosi bor. U juda tez ishondi, juda ko'p belgilarni ko'rmagandek otdi. Ehtimol, uning nafsi yosh va chiroyli ayolning o'ziga suyanishini yoqtirgani uchun. Endi esa buning narxi faqat pul emas. Uyat ham bo'lib turibdi. Eng tarang joy, menimcha, ko'rsatmalar urushida bo'ladi. Nazokat Botirni aytadi. Botir esa hammasini nazokatga agdarishi mumkin. Feruza paydo bo'lsa, ikkalasini ham jim qiladigan dalil olib chiqishi ehtimol. Bir paytlar bir-biridan foyda ko'rgan odamlar o'zini qutqarishga tushsa. Haqiqat odob bilan aytilmaydi. U parcha-parcha bo'lib otiladi. Xunuk, og'riqli, nazorat qilib bo'lmaydigan tarzda, menimcha, bu voqea 3 tomonga ketishi mumkin. Birinchisi, nazokat jazoni yengillashtirish uchun Botirni qalqon sifatida ishlatadi. Ikkinchisi, Botir qochishga urinadi, lekin qochishdan oldin nazokatga qarshi dalilni o'zida saqlab qoladi. Uchinchisi esa Feruza kutilmaganda paydo bo'ladi, lekin politsiyaga yordam berish uchun emas. Avvalo o'zini va oilasini qutqarish uchun. Qaysi yo'l tanlanmasin, eng kuchli zarbani baribir Sodiq oladi. U pulini qaytarishni xohlaydi, nazokatni jazolashni xohlaydi, lekin eng og'iri ehtimol o'ziga qarash bo'ladi. Chunki ba'zan tergov hujjatlaridagi haqiqat eng og'riqli narsa emas. Eng og'riqli lahza, odam o'zi ishonishni xohlagan narsasi sabab tuzoqqa o'zi kirib borganini anglagan paytidir. Xo'sh, Sodiq nimani tanlaydi? Nazokatdan oxirigacha qasos olishnimi, Botirni topib, hammasini ochishnimi, yoki Feruzani izlab, hali yetishmayotgan haqiqatni eshitishnimi? Agar Feruza haqiqatan ham oxirgi dalilni qo'lida ushlab turgan bo'lsa, u kimni qutqaradi? Yoki hammani o'zi bilan birga tubga tortadimi? Ammo Sodiq hali pul, xiyonat va birin-ketin oshkor bo'layotgan ismlar o'yiniga tortilib turgan bir paytda, boshqa bir uyda yanada sokinroq, lekin undan kam og'riqli bo'lmagan sinish boshlanadi. U yerda politsiya yo'q, xalqaro qidiruv yo'q, hali hech kimning qo'liga kishan taqilmagan. Faqat boshlanish arafasidagi bir nikoh marosimi, o'zini zo'rga tutib turgan bir qiz va hammasini qutqarish deyarli imkonsiz bo'lib qolgan paytda kechikib kelgan bir erkak bor. Menimcha, bu qism to'g'ri ritmda olib borilsa, tomoshabinning tomogiga nimadir tiqilgandek bo'ladi. Dildora shunchaki Afzal bilan Saidning o'rtasida turgani yo'q. U o'z hayotining ikki xil ko'rinishi o'rtasida turibdi. Bir tomonda Said bor, vaqtida kelgan, marosimga tayyor, otasi xohlagan tartibga mos odam. Ikkinchi tomonda esa Afzal bor, uni ranjitgan, yolg'iz yig'latgan, lekin yuragi hali ham butunlay qo'yib yubora olmagan odam. Eng achchiq tomoni shuki, Afzal bu yerga g'olib odamdek kelmaydi. U kechikkan. Deyarli o'z oilasi bo'lgan joyga kirish uchun ham ruxsat so'rashga majbur bo'lgan odam holida keladi. Nargiz eshikni ochib bergani uchungina u nikoh marosimi Dildoraning ortga qaytish yo'lini butunlay yopib qo'yishidan oldin uni ko'rish imkonini topadi. Shu sabab bu sahna endi kim kimni tortib oladi degan oddiy tortishuv emas. Balki bir odam kech bo'lmasdan o'z aybini oxirigacha bo'yniga ola oladimi, yo'qmi degan masalaga aylanadi. Said albatta o'zini haqorat qilingandek his qiladi. Hech kim o'zining muhim kunida birdaniga ortiqcha odamga aylantirilishni xohlamaydi. Lekin menimcha Saidning xavfli tomoni shundaki, u darrov portlab ketmasligi mumkin.
Agar u sovuqqon bo'lib, Dildora homiladorligini bilsa ham unga uylanishga tayyorligini aytsa, Bosim darhol boshqa tomonga o'tadi. O'sha paytda Afzal faqat sevgisini isbotlashi yetmaydi. U o'zini bag'rikeng ko'rsatishga urinayotgan erkakdan ham ko'ra munosibroq ekanini ko'rsatishi kerak bo'ladi. Dildoraning otasi esa Afzalga qizining o'g'rigini ko'rgan otaning butun g'azabi bilan qaraydi. Uning uchun hozir kechirim so'rash juda arzon gap. U Afzalning sevaman deganini eshitishni xohlamaydi, chunki qizining yetarlicha yig'laganini allaqachon ko'rgan. Agar u eshikni to'sib, uni xotinini tashlab ketgan odam deb qo'ysa, menimcha, tomoshabin ham uni ayblashga shoshilmaydi. Ba'zi otalar qo'pol, jahldor bo'ladi, lekin ularning g'azabi ba'zan farzandi yana qiynalib qolishidan qo'rqishni yashirishning no'noq yo'lidir. Eng kuchli nuqta esa Dildoraning o'zida bo'lishi mumkin. U darrov Afzal tomon yugurmaydi. Quchoqlamaydi, hammasi ochib ketgandek yig'lab yubormaydi. U faqat unga qarab, juda sovuq, juda hayotiy bir savol beradi. Siz meni sevganingiz uchun qaytdingizmi? Yoki homiladorligimni eshitganingiz uchunmi? Shu savol Afzalga yashirinish uchun joy qoldirmaydi. Chunki agar u noto'g'ri javob bersa yoki bir lahzaga kechiksa ham, Dildora yana bir bor yaralanish arafasida turganini tushunadi. Menga bunday cho'qqi yoqadi, chunki u yerda hech kim haddan tashqari baqirishi shart emas. Taranglik ikki gap orasidagi jimlikda turadi. Afzal uni sevishini aytmoqchi bo'lishi mumkin, lekin uning o'tmishi ham shu yerda. Chaqirilmagan guvohdek turadi. U bir paytlar qo'yib yuborgan. U bir paytlar gururini oilasidan katta qo'ygan. Endi u sevaman deyapti, lekin bu sevgi bola, eski jarohat. Dildora otasining mensimagan nigohi hammasini ko'tarishga yetadimi? Bu paytda Nargiz ham oddiy xabar yetkazuvchi bo'lib qolmaydi. U aralashishni tanladi, demak, ayblanishga ham tayyor turish kerak. Agar nikoh buzilsa, ehtimol hammaning g'azabi unga buriladi. Nega Afzalni chaqirdi? Nega eshikni ochdi? Nega kattalarning ishiga aralashdi? Lekin boshqa tomondan qaraganda, agar Nargiz buni qilmaganida, Dildora boshidan majburlash va ojar gurur hidi kelib turgan bir nikohga itarib yuborilishi mumkin edi. Agar Said haqiqatan ham bola undan emasligini bilsa ham uylanishga rozi ekanini aytsa, bu sahna juda og'ir chiqadi. Bir tomondan u oliyjanob erkakdek ko'rinishi mumkin. Lekin boshqa tomondan men uning ichida biroz qo'rqinchli narsa ham ko'raman. Chunki bag'rikenglik noto'g'ri joyga qo'yilsa, u ham qulfga aylanadi. U Dildoraga rad etishni qiyinlashtiradi, otasiga qarshi chiqishni og'irlashtiradi, Afzalni esa hammaning ko'zida yanada kichraytiradi. Ana o'sha paytda haqiqiy tanlov Dildoraniki bo'lishi kerak. Otasiniki emas. Afzalniki emas. Saidniki ham emas. Agar u jim turib, boshqalar uning o'rniga qaror qabul qilishiga yo'l bersa, u yana o'zini yo'qotadi. Lekin agar u o'zi to'xtang deb ayta olsa, hatto bitta kichik jumla bilan bo'lsa ham, bu uning boshqalarning xatosi ortidan sudralib yurmaydigan birinchi lahzasi bo'ladi. Menimcha, bu qismning yakuni juda beqaror bir hissiyot qoldirishi kerak. Afzal turibdi, yetib keldi, lekin kechirilgani yo'q. Said turibdi, vaqtida keldi, lekin baribir uning yuragiga kira olmadi. Dildoraning otasi turibdi, qizini himoya qilmoqchi, lekin oz qo'rquv bilan uni bosim ostiga olayotgan bo'lishi ham mumkin. Dildora esa
ichidagi haqiqatni bagriga bosib turibdi va birinchi marta o'sha xona uning gapirishini kutishga majbur bo'ladi. O'sha paytdagi havo, ehtimol, juda jim bo'ladi. Hamma tushunadigan jimlik. Undan keyin hech narsa avvalgidek qolmaydi. Dildora gapirishini kutib turgan o'sha xonadan keyin men voqeani bir oz tashqaridan ko'rishni xohlayman. Endi kattalarning kim haq, kim nohaq deb tortishgan ovozi yo'q, Saidning qarashi ham bir chetga suriladi. Dildora otasining gazabiga ham hali qaytmaymiz. Faqat Afzal bor uzun bir tun ichida mashinada yolg'iz o'tirgan, go'yo butun hayoti yon o'rindiqqa tashlab qo'yilgan-u, rulni esa uning eski xatolari ushlab olgandek. Ba'zi tunlarda odam uxlay olmaydi, chunki qiladigan ishi ko'p bo'lgani uchun emas. U hammasini juda uzoqqa olib borib qo'yganini biladi. Afzal uchun o'sha tun ehtimol qanday chiroyli gap aytishni o'ylash uchun emas. U allaqachon ko'p gapirgan. Endi unga kerak bo'lgan narsa yana bir oz jim turish ham gunohga aylanishi mumkinligini tushunish. Ayniqsa bu hikoyaning ichida faqat Dildora emas. Hali hech kim to'g'ri himoya qilmagan bir chaqaloq ham bor. Gaybulla bu yerda yumshoq emas, lekin kerakli do'stga o'xshaydi. U Afzalning yelkasiga qo'l qo'yib uni ovutmaydi, quloqqa yoqadigan gaplar bilan tinchlantirmaydi. U to'g'ridan to'g'ri uning gururiga tegadi, eshitish og'ir bo'lgan, hatto bir oz achchiq gaplarni aytadi. Lekin ba'zan Afzal kabi qo'rquvni gurur bilan yopib yuradigan odamga yumshoq so'z yetmaydi. Uni uyg'otish uchun og'riqli bir gap, kuchli bir turtki kerak bo'ladi. Nosirboy esa boshqacha. U ko'p ko'yishi shart emas. Faqat shunday mazmundagi bir gap kifoya. Yo'qotilgan pulni bir kun topish mumkin, lekin otasiz ulgaygan bolaning qarzini qaytarish oson emas. Mana shu gapning o'zi havoni o'zgartirib yuboradi. Chunki u Afzalning nafsoniyatiga emas, u qochib qutula olmaydigan mas'uliyatiga uriladi. Kechikkan erdan u endi ancha og'irroq rolga, ota bo'lishga tortiladi. Menimcha, aynan shu joyda Afzal obrazi qutqarilishi mumkin, agar mualliflar uni o'zini oqlashdan to'xtatsa. U Dildoraning uyga o'zimniki bo'lgan narsani qaytarib olaman degan holatda kirmasligi kerak. Yo'q. U hammasini buzib qo'yganini tushungan odamdek kirish kerak. Bu ikki holat orasida juda katta farq bor. Qaytarib olishga kelgan odam boshqalarni mudofaaga majbur qiladi. Chinakam aybini tan olgan odam esa, agar samimiy bo'lsa, xonani jim qoldiradi. Dildoraning otasi oldida Afzal aytishi kerak bo'lgan gap "men uni sevaman" emas. Bu gap rost bo'lishi mumkin, lekin yetarli emas. U ota boshqa, og'irroq narsani eshitishi kerak. Afzal qizini qanchalik yolg'iz qoldirganini tushunganini. Dildoraning yolg'iz yig'lagan kechalari kechikkan bir necha va'da bilan ochib ketmasligini anglaganini. Yana shuni ham, hammasini yo'qotish arafasida qaytgan erkak darrov kechirilishga loyiq bo'lavermaydi. Men ko'rishni xohlaydigan eng yuqori cho'qqi Afzalning Said ustidan g'alaba qilishi emas. Aslida bu qismni kim ko'proq sevadi degan musobaqaga aylantirsak, uning og'irligi kamayib ketadi. Eng kuchli joy Afzalning hammaning oldida o'zini pastga qo'ya olishida. U ilgari gururi ruxsat bermagan gapni aytish kerak. Agar Dildora meni kechirmasa ham, men baribir shu bolaning otasi bo'laman. Bunday jumla hech kimni tortib olmaydi, lekin mas'uliyatni o'z joyiga qo'yadi. Dildora uchun bu gap boshqacha og'riq olib kelishi mumkin. Chunki u faqat nom uchun qaytgan erkakni xohlamaydi. U bilishni istaydi, Afzal uning qalbiga hali yo'l ochilmagan bo'lsa ham, shu yerda tura oladimi?
Agar Afzal shuni qila olsa, u birinchi marta kechirim so'rash uchun muhabbatdan foydalanmaydi. U o'zgara boshlaganini mas'uliyat bilan ko'rsatadi. Said bu gapni eshitsa, unga ham oson bo'lmaydi. Chunki u stol ustiga qo'yishga uringan bag'rikenglik birdan avvalgidek yorqin ko'rinmay qoladi. Agar Afzal Dildorani qaytishga majbur qilmay, faqat ota bo'lish mas'uliyatini tan olsa, u Saidning axloqiy ustunligini tortib oladi. Shunda Said men baribir uni qabul qilaman degan qiyofada turib qololmaydi. U o'zidan so'rashga majbur bo'ladi. U Dildorani sevyaptimi yoki uni ranjitgan erkakdan ustun kelmoqchimi? Gaybulla bilan Nosirboy o'sha xonada bo'lmasligi mumkin, lekin ularning gaplari Afzal bilan birga kiradi. Biri uning kibriga zarba beradi, biri uni mas'uliyatga qaytaradi. Bu ikki xil turtki Afzalning qadamlarini endi rashk qilgan erkakning qadami emas, boshqa narsaga aylantiradi. U nihoyat oilani yolg'iz qolganda eslanadigan narsa emas, hali kech bo'lmaganida asrash kerak bo'lgan narsa ekanini tushungandek yuradi. Menimcha, Dildora bu farqni juda aniq eshitadi. U hali kechirmasligi mumkin. Balki hanuz sovuq turar, hanuz ishonishni istamas. Ammo uning ichida kichkina bir yoriq paydo bo'lishi mumkin. Afzal chiroyli gapirgani uchun emas, balki birinchi marta o'zini markazga qo'ymagani uchun. U bolani oldinga qo'yadi, uning og'rigini oldinga qo'yadi, tanlovni Dildoraning qo'liga qaytaradi. Bu qism juda kichkina bir holat bilan yopilsa yaxshi bo'lardi. Quchoqlash shart emas, musiqa ham haddan tashqari baland ko'tarilishi shart emas. Faqat Dildora qo'lini qorniga qo'yib pastga qaraydi. Afzal esa bir necha qadam narida turadi va yaqinlashmaydi. Masofa qisqa, lekin bu safar u kimdir qochgani uchun emas, u kutishni o'rgana boshlagani uchun bor. Bu safargi oldindan ko'rish qismini bir butun ko'zdan kechirsak, menimcha, so'nggi bor yoxud kechir ikki qahramonlarni ortga qaytish juda qiyin bo'lgan nuqtaga olib kelyapti. Endi bu mayda tushunmovchiliklar ham emas, oiladagi oddiy arazginalar ham emas. Bu yerda har bir insonni o'zining avvalgi tanlovi quvib yetyapti va endi ulardan javob so'rayapti. Avvalo, Nazokat, Sodiq, Botir va Feruza atrofidagi voqeani eslash kerak. Nazokat Moskvada qo'lga olindi, lekin menimcha bu yakun emas. Unga o'xshagan odam qochishga yo'l topolmay qolsa, boshqalarni ham o'zi bilan birga tortib ketishga urinishi mumkin. Agar Botir haqiqatan ham pulning qayerga ketganiga aloqador bo'lsa, agar Feruzaning qo'lida biror dalil bo'lsa, Nazokatning yiqilishi yanada qorong'iroq haqiqatlarni ochib yuborishi mumkin. Eng muhimi, Sodiq ham bu yerda faqat jabrlanuvchi bo'lib tura olmaydi. U aldandi, ha. Lekin u o'zi ishonishni xohlagan narsaga ham haddan tashqari ishondi. Hayotda ba'zan odam juda aqlli dushman tufayli yutqazmaydi, balki o'z qalbidagi bo'shliq sabab yutqazadi. Yolg'izlik, kibr va kimdir tomonidan qadrlanish istagi bularning hammasi foydalana oladigan odamga uchrasa, tuzoq ozozidan ochilib ketadi. Keyin Dildora, Afzal, Said, Nargiz va Dildoraning otasi bor. Menimcha eng og'ir joy aynan shu. Nikoh marosimi boshlanish arafasida, lekin uning ichida xotirjamlik yo'q. Said vaqtida keldi, marosimga tayyor. Kattalarning xohishiga mos turibdi. Afzal esa kechikib keldi, xatolari, pushaymoni va hali tugilmagan bola oldidagi mas'uliyati bilan birga. Og'riqli tomoni shundaki, Dildora faqat yuragi bilan tanlay olmaydi. U o'z yaralari bilan ham tanlashi kerak. Agar Afzal uni sevgani uchun qaytgan bo'lsa, bu bir masala.
Ammo u faqat homiladorligini eshitgani uchun qaytgan bo'lsa, bu yana boshqa bir og'riq. Bir marta tashlab ketilgan ayol odatda faqat hammasi kech bo'lib qolganida esga olinib qolishdan juda qo'rqadi. Afzal uchun esa bu endi gurur ortiga yashirinadigan vaqt emas. Gaybulla achchiq gapirishi mumkin, Nosirboy esa sokinroq, lekin yanada og'riqliroq gap aytishi mumkin. Ammo ikkalasi ham uni bitta haqiqatga olib keladi. Pul yo'qolsa qayta topiladi, lekin otasiz ulgaygan bolaning qarzini to'lash oson emas. Agar Afzal rostdan o'zgargan bo'lsa, u hammaning oldida mas'uliyatni bo'yniga olishi kerak. Hatto Dildora uni hali kechirmagan bo'lsa ham, menimcha, bu qism beradigan eng chuqur saboq shuki, sevgi faqat yo'qotishdan qo'rqqanda qaytib kelish emas. Sevgi, o'zing og'ritgan inson oldida javobgarlikni olishni ham bilishdir. Kechirim ham bir ogiz gap bilan tugaydigan narsa emas. Ba'zi yoriqlar vaqt, harakat va chinakam sabr bilan asta-sekin bitadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Sodiq nazokatdan oxirigacha qasos olish kerakmi yoki o'z xatosiga ham qarash kerakmi? Dildora Afzalga yana bir imkon berish kerakmi? Said esa haqiqatan ham bagri keng insonmi? Yoki uni ham ichidagi gurur boshqaryaptimi? Agar shu joygacha tomosha qilgan bo'lsangiz, fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz bu voqeada kim tomondasiz? Videoni like bosishni, ulashishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi qismda yana ko'rishguncha, chunki endi sirlar avvalgidek jim qololmaydiganga o'xshaydi.